Bir xonani chirog'i o'chib qoldi. U xonadan siz narsa topishingiz kerak, lekin topa olmaysiz. Topsangiz ham qiynalib topasiz, vaqtingiz, kuchingiz ketadi. Nima sababdan? Chunki u xonaga yorug'lik yetishmaydi. Insonni organizmiga ham energiya xuddi shunaqa rol o'ynaydi. Ya'ni sizni energiyangiz passivlashib ketsa, orzu-istaklaringiz yo'qolib qoladi, hayot mazmuningiz yo'qoladi, hech nimaga xohishingiz, istaklaringiz bo'lmaydi va kuchingiz hech qaysi odam bilan gaplashishga yoki hech qaysi ishga yetmaydi, uyqularingiz buziladi. Demak, bizga organizmimizga energiya juda ham muhim. Energiya baland bo'lsa, sizni orzu-istaklaringiz oshadi. Sizda odamlar uchun kuch, energiya topilishni boshlaydi. Kasal bo'lmaysiz, uyqungiz normal holatga keladi, dunyo tashvishlariga chidamli bo'lasiz, stressni bemalol yengib o'ta olasiz. Endi menga aytingchi, energiya sizga kerakmi, kerak emasmi? Agar energiya menga kerak desangiz, kommentariyaga o'zingiz fikringizni yozib keting. Men energiya ko'paytirish yo'llarini ham sizga o'rgataman.